Bolalaringizning qon bilan kontaktda bo'lishidan saqlang. Bolalaringiz necha yoshda bo'lishidan qat'iy nazar ularga tushuntiring. Agar birovni biror joyi qonab turgan bo'lsa, unga g'amxo'rlik qilib, qonni to'xtataman deb dasrimolcha tutish yoki biror bir narsa qilish orqali uni qo'liga o'sha jarohatlangan odamning qoni tegmasin. Chunki hozirgi kunda qon orqali yuquvchi infeksiyalarning soni ham ko'payib bormoqda. Bunaqangi infeksiya bilan kasallangan bemorlarning soni ham ko'payib bormoqda. Masalan, agar bolangiz biror kishini biror joyi qonab turgan bo'lsa, borib unga yordam ko'rsataman deb, uni qoni buni qo'liga tegsa, buni qo'lida jarohat yoki teri sathini butunligi buzilgan holati bo'lsa, bunga ham infeksiya o'tadi. Shuning uchun eng yaxshisi tez tibbiy yordamni chaqirish kerak. Tez tibbiy yordam xodimlari kelib, o'sha jarohatlangan odamga yordam berishadi. Men sizlarga bitta misol aytmoqchiman. 3-sinf bolasi sinfdoshi boshqa bir sinfdoshi bilan urushib qolgan, mushlashgan. Mushlash natijasida burni qonagan. Keyin bu bola sinfdoshimning burni qonayapti deb yonidan dasrimolcha olib uni burniga tutgan. Burnini qonini artgan va buni qo'liga qon teggan. Oradan bir necha oy o'tib, bu bolada turli xil shamollashlar kuzatilavergan. Ya'ni yuqori nafas yo'llari va pastki nafas yo'llari yallig'lanishi, og'izda stomatit chiqish va hokazo holatlar kuzatilavergan, isitma chiqishi. Keyin buni ota-onasi shifokorga olib borib davolatishgan, ammo davo natijalari kutilgandek bo'lmagan. Keyin buni VIChga tekshirishgan. VIChga tekshirishsa, VICh musbat chiqqan. Surishtirishlar natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki, bu bolani o'sha o'rtog'i yoshligidan VICh infeksiya bilan kasallangan bo'lgan. Bu esa o'sha o'rtog'ini burni qonaganda dasrimolcha bilan borib, uni burnini qonini to'xtataman deb qo'liga qon teggan. Ba'zi odamlar aytadi, qo'lga qon tegsa hech narsa qilmaydi deb. Insonning terisini eng ko'p jarohatlanadigan qismi bu qo'l hisoblanadi. Qo'l bilan biz bilamizki, turli xil mehnat amaliyotlarini bajaramiz. Natijada qo'limizning terisida mikrotreshinalar, ya'ni mikro yoriqchalar paydo bo'ladi va bu yoriqchalar viruslarni bemalol o'tkazib yuborish xususiyatiga ega bo'ladi. Shuning uchun bolalaringizga tushuntiring. Biror kishi jarohat olsa, uni qon bo'lsa biror joyi, qonini to'xtatib, qonini artib, qon bilan kontaktda bo'lmasin. Tez yordam chaqirsin, tez yordam kelib o'sha bemorga tibbiy yordamni ko'rsatadi. Qonayotgan bo'lsa qonni to'xtatadi va hokazo.